Muşu men degan erkakni turmush qitilgandan keyin turmush atliq mushu harva cho'qim yasaydi va yugash deydi hujman. Mushning aqsida haqiqiy bo'lgan hikoyadan birini so'zlab beray, anglab beqishni xohlamsiz. Ya'ni desangiz, ma'lum bir chat sahroyizda Bahodir atliq bir yigit bor ekan. Burun kichigidan tortib oila iqtisod yaxshi, o'zimi tirishchan, umdan zodi bir atvolib cho'ngan bola ekan. Demakchi degan vaqtida to'y qilish yeshiga borgandan keyin cho'nglarning tonishtirishi, o'zining tepishi, chiqishi orqali turmush quribdi. Lekin turmush qurgan vaqtida bir tal o'g'il bo'lganligi uchun otasi hayot, onasi hayot ekan. Ya'ni-chi degan vaqtida oqoqidan bir ishga bola so'labdi. Lekin men kuyma balamga, balam kuydi balasiga deb dadisilar apsi shu balalarga nayt yaxshi qarab beqishib tanqib beribdi. Lekin desangiz yillar o'tibdi, oylar o'tibdi, kunlar o'tibdi. Taqdirning rahimsiz chaqchig'i bir yilning ichida ota-onasi ikkilisini buningdan ip ketibdi. Shuning bilan-chi desangiz, haliq ota-onasiga tayinib, ota-onasining o'lida, ota-onasining o'rida yashab o'ginib qolgan Bahodir oxirsida amal yo'q-ku, bir uyning 9 to'shiga uni to'shtag'ichi vish-vish deb bugun choy tugaydi, ati tuz tugaydi, o'g'illik bolalarning o'qish materiali, xotinning chi yana birining taraq turuq bo'lgandan keyin amal yo'q. Ba iqtisodni kalsini setib yiqibdi, yerini yo'ldoshlarga o'tkazib, ularga setib yiqibdi. Oxirsida yo'qsizlikdan, namratlikdan xafalık chiqadi desam ishlamsiz. 95% xafalık ayol yo'qsizlik, namratlikdan chiqadi. Demakchi degan vaqtida oq ko'k oqqon o'yin. Demak, oxiri qarsa to'xtamushdek 3 balama 85dagi cho'ngib ketgan, yoshi 40 bo'lgan. Hali vaqt burun ota-onasining bor vaqtida qilsanmagan, ota-onasining qolgan dunyoni men daptarangishigan eshak ang'irg'ayda xashlab tugitib etgan. Shuning bilan-chi degan vaqtida umrni shogun ishlab baxmagan Bahodir shogun ishlaydigan bu yerda medika bozorlariga berib, medikachilik qiladigan, shu yerda kimning shuni qiladigan, yugan xaltalarni ko'tarib, xalta bosadigan, mushundaq ig'ir yenik ishning hammani qiladigan bo'lib, shu ig'ir ko'chalarga kirib ketibdi. Ey, o'ylab beqing, mana bizmi 40 yoshga kiraydik. 40 yoshga kirmasdan turib chash chekilar oqirib, heliqi burunqi o'rpur deydigan mijozlarim nem qilib yugashlab. Bugun choy topsa ati tuzga, bolalarning qish keldi, oyg'i jitildi. Anangdikin chapani birsining oyog'i o'g'il kiyavning yashab bolalari. Ashunda 15 bir ishga kiymasdan turib jitib bo'lgan, yana akavatgan. Voyey deb unsiz odam yo'q nimalarda bir bo'lib aroqni akib qo'yib ichibdi. Hey, siz dadam bo'lgan bo'lsa-chi, opam bo'lgan bo'lsa-chi, shularning barda shu ig'ildagi kallarni yalan setib etmay, shularni ko'paytib, bir yaxshiroq bir ishning yo'lini topgan bo'lsam-chi, nima ko'm bu menga? Hey, men mushta kunlar qoldim-mi deb o'zi gap qilib, ahu faryodlarni urib yig'lab ketibdi. Lekin 7 qat yerning ostiga kirib ketgan ota bilan ona go'din chiqib tirilib qolmabdi. Demak, yani shu kesh kiribdi, aroq orqali o'zini paplab bazligan bo'lsam, atiganlik tong otidi-ku, qo'saq ochidi-ku. Qo'saq ochidi. Shu vaqt qo'saqni bog'lab qo'yg'uli bo'lmaydi. Ot bilan kalni bog'lab qo'ygan bilan. Shuning bilan mushu tariqada mushundaq ig'ir kunlar bilan o'tib ketib turibdi. Demak, oilasida yo'qsizlikdan xafalık bo'ladi ekan, o bo'ladi ekan. Shu 40 yoshga kirmasdan turib qarasangiz, buvamning qo'lidek qo'llari o'p ketibdi, to'shiklarni to'shtiramabdi, 9 to'shik, uni to'shtag'ichi vish-vish deb vichildab ketibdi-yu, 9 to'shik to'shmabdi. Shunga ko'pchilikka bizdek yoshlarga ota-onasi, ota-onalarimiz qerib ketib bordi, doktorxonadan uzlamayotdi. Deydiganim nima degan vaqtida, mush ota-onamizning hayot vaqtida, men yoshqa tex, men tex endi 30 ga kirdim-ku, men tex 31 ga kirdim-ku, 28 ga kirdim-ku, men endi 30 opamning bag'di. Apаңыз, dadingiznikiga, ammachingizning dunyosiga ishonmang, jumang. O'zingizning bir jup emgakchan qo'li, aql parastingiz. O'zingizdan boshqa odam ishonmang. Men deyman, apam, dadamga ishonmayman. Raydsanglar mayli. Apam, dadam anglsin mayli. Chunki ota-onamiz bizga hayotni, jonni berdi. Qolgan nimani berib bo'lmaydi. Dunyodagi birdan-bir eng ishonchli odam men o'zim Anvar. Meningda bo'lmasa, men qimmat yaratamisam, men pul topamsam, men yangilik yaratamisam, men qilamsam, men jafoga chidamasam,
Vaqti kelganda ota-onamga, ota-ona deganga har kishiga basi yaxshi, oxunimga masi yaxshi deydigan gap bor. Ota-ona deganga vas berib tursangiz, qilib tursangiz, bu biz milliylarning ota-onalari, yo'ldoshlariga o'xshamaydi. Berib tursangiz, qilib tursangiz, etib tursangiz, siz yaxshi bola. Ota-onangizga beramisiz, qilamisiz, etamisiz, ikki qo'lingizni buningizga tutib tursangiz, chandomigan bilan ichida xap deb qo'ydi. Xotinmi shu? Yaxshi uylar o'tag'izib, yaxshiroq sharoitlarni bersangiz, voy erim bo'lasiz. Bolalaringizga shu? Birini qilib qo'yish, birini etib bersangiz, alag'in do'st birodarlaringizga shu? Pat so'rinlarni haqnikini yeb, haqnikini ichiblik qilmasdan anda-manda birer yerim qitim sizmi yuraverib so'rinlarni qilib bersangiz, oy siz ayzon bo'la olaysiz, yana birinin bo'la olaysiz. Şoňlaşqa deydigine muş ata-anamız hayat vaqtida, kuch quwwatimizning bor vaqtida men 30 yoshga, men 31 kirdim, men 28 ga at ishlarim cho'qim yaxshi. At emas, mening har bir kunim sahardan turgan har bir vaqtimni qo'ldim bermay, cho'qim tirishib kerak. Japa tasaq mayli tirishlikka maqsad emas. Shu bayamqi hikoyadagi Bahodirning kuniga qilib bo'lmaydi. Şu gün bek eğir gün cuma. Şu günü tatvatqa adam az emas. Belki men Anvarjon şahsen bir tal oğul ata-onamning har halda boludu. Öte bayıp ketmesim har halda yaxshi. Aşuva men bir tal oğultumgo boldular dadam apamniki vago, yeri vago, kalsı vago, kalısı vago, itisi vago desem şaharga kirib nechil japat atıp bugün gündek hazır qanday bir kunga kametdim. Nimishga apam dadamning tapqini o'zi ketidi. Singillimga berib o'tamdi, partiya hukumat ko'ribkes iyoni qo'yib o'tamdi, davlat ko'ring. U o'zining ishi. Men cho'qim o'zimning dunyosini o'zim yaratmasam, ota-onamning qo'lidan ip qashlashning o'zim bor, kishidan tilab yegan o'xshash. O qeyriganda at tezig oltin deydi, ota-onamning qo'liga o'qatni sana men o deydi, deyilgan, kitobda yozilgan deyilgan gaplar amaliyotda 50% to'g'ri chiqdi. 50%ning hammasi oshirmachilik kishining jibaning. Shuni boshqa tirishdik. Ota-onamning dunyosi bor, ya zimillari bor degan nima uqum mening kallamda Allohim yo'qolib ketdi. O chunki apam dadamning to'g'ri meni maktabda o'qatmadi. Men natijada shu oilaning oshinchilik, iqtisod, qimmat yaratish uchun borlig'imni, yoshlig'imni, kuchimni berdim. Men bergamsam meni baqqa ajrish uchun berdim. Shularga bir turmush kapolatni asas yo'lni sap qo'ydim. Endi o'zim uchun yashamasam, o'zim tirishmasam, vaqt kelgan chaqda hammasi faqat balkim ish bilmaydigan shu balam meni dada deyishi mumkin. Qaga odamning ko'ziga sat ko'rinib ketaman. Men isil leksiyalarni, hikoyalarni aytib bersam men tetmayman. Shuning uchun deydiganim nima degan vaqtida vaqtni, umrni behud o'tkazib o'tmayli, yoshlar. Tirishayli. To'g'ri bo'lgan ishlarni qilayli. Aplab-saplab, aslında aplab-saplab kun o'tkazish degan bog'u qarang. Bak tasish. Men bir oyda nurg'un uy satdim, oldin satdim. Nurg'un nimlarni qilyaptim. 200 ming yuan naqd pul berib bir mashina bo'rtib qo'ydim. Yana men tirishimanda, qo'pima atiganda shogirdlarning qozoq shogirdlar bor, o'zimizning uyg'ur shogirdlar bor. Jura palanchet uy voqea ko'p. Jura men mashu voqea. Menga mani qilayli, jura eti. Nima uchun? O'zingni xalqigacha kuchingni xalqil deydi. Qo'ldak ishla, xondak, begdak yasha deydi. Sho'ng'ashqa hammamizning ota-onalari omon bo'lsin. Shu ota-onalarimizning hayot, yosh, kuch quvvatining bor vaqtida ota-onam men uchun bir umr qalqon bo'lib tura oladi degan xiyolni kallangizdan chiqarib, men dunyoga yalang'och keldim, yalang'och ketime, yolg'iz keldim, yolg'iz ketime, o'zimning jig' ovoz bilan keldim, boshqalarning jig' ovoz bilan ketime degan ideyada faqat yolg'iz özüm en şeşik adamdaki alet yaşasanız boldu. Rahmet halkım, mening deginim to'g'ri bo'lib qolsa, Anvarjon sho'di deydinglar, miyig'izini yeb qilinglar, shaklini ilg'ib etinglar. Chunki biz inson, hamma ishda 100% bo'lmaymiz. 60%, 70% bo'lsak, buningga biz qanoat qilamiz. Mana men sizlarning uy mulkchi o'g'linglar Anvarjon uy mulk ayt so'raydigan maslahatlaringlar bo'lib qolsa, undidar ham telefonda 156 28 17 95 17. Rahmet halkım, salomat bo'linglar.